Bu narsalarim men uyimda bor, zal joyima qurdim, konditsionerni. Endi men zal joyima bir dana televizor kerak degan odamlar uchun bir dana 1.30 dyumdalik televizori içinde bo'ladi. 50lik televizor o'ktama 50lik. 6200 ming so'm xarid etsin. Citronic firmani. Endi ko'p odam biladi bu kompaniyaning chiqligini. 6200 ga xarid etsam içinde bo'ladi. Endi narxlarına keladigan bo'lsak, narxlari o'ktama 4,5 milliondan boshlanadi. Bir turdagi 5 milliondan dapada xolodilnik xarid etadi. Yanında sovg'asini e'tibor bering. Bir dana avtomat kirmashin 8 kilolik e'tibor berasiz. 1.15, 1.30 funksiyalari qo'shilgan inverter motordagi atiski barabani bor. Mutlaka tekine bo'ladi. 8 kilolik avtomat kirmashin. 8 kiloligini. 8 kilolik. 4 milyon so'm xarid etsam, qarang, yanında bir dana 32lik televizorni qo'shib beramiz. 32lik televizor. Bir dana duxovkasi, bir dana sifat yaxshisidan termoxoti, bir dana plishosi sifat yaxshisidan. Endi kirmashin uchun garderobi. Hozir sepa kerak bo'lgan eng o'zlarimiz o'ylagan holatda eng kerakli bo'lgan vaziyatni hammasini ichida. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom Xudo xolosa bugungi videoda 4 yildagi maishiy texnika narxlari bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qo'llangancha sizlarga kerakli video chiqarishlar davom etamiz. Ko'rib turganlaringiz dilleri 300 magazinga keldik. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil tumanida 4 yil bozorida joylashgan bo'ladi. Bu ko'rib turgan darvozamiz Qo'sha darvozada bo'ladi. Shundan to'g'ri kirib kelsanglar, dilleri 300 magazinga ko'zdan tushadi. Ekranlardan telefon nomerlari qoldirib qo'yaman, bemalol shu nomerlarga bog'lanib turib, adres so'rab kelsanglar yoki onlayn tarzda xarid etib olsanglar bo'ladi. Videoni boshlamasdan bizdan like'lar bosib qo'yamiz. Unda ketdik. Bismillah. Assalomu alaykum, hormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azatligingizmi? Sog'ligingizni omonlikmisiz? Sana vereyim mi mikrofonu? Sen söyle verirsen. Yangilik mi? Yangilik. Aleyküm 34 gün avlantılar hamda dilleri 300 mizazları. Xudo xohlasa bugungi aksiyamiz o'kdama boshqa aksiyalarga qaraganda ajralib turadi. Sababi shtrafnoy aksiya. Shtrafnoy aksiya bo'ladi. Shtrafnoy sabab bu oyda sizni chaqirishning iloji bo'lmadi. Sizni ishlaringiz bilan safarga ketib qoldingiz. Video qo'yishning iloji bo'lmadi. Xudo xohlasa endi avtomat kirmashinlarimizga, konditsionerimizga, gaz filtlarimizga shtrafnoy aksiyani qo'yib beramiz. O'tgan safargilar umuman o'xshamaydi, videoni ko'raverasizlar, to'g'rimi? Videoni o'tirib vermey, har bir minuti sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Har bir minutini o'tirmasdan ko'ringlar. Gap isboti bilan deganda avtomat kirmashinlardan sezon qo'ying, avtomat kirmashinlardan boshlaymiz. O'ktama. Endi avtomat kirmashinlarning boshlanish bahosi o'ktama 3 million so'mdan boshlanadi. 3 million so'mdan boshlanadi. 3 million so'm Immer firmaniki 5 kilolik bo'ladi. Sifat yaxshi, kачествоsi zo'r modeli. Keyin undan yaxshiroq model deganlar uchun 3 million 800 ming so'm bo'lgan, hozirda 3,5 million so'mga tushirganmiz. 3,5 million so'm. Havo, endi bizlardan hozir kelib turib istalgan bir inverter motordagi kirmashina xarid etasizlar. Masalan, Go'shtadon bo'lsak, Ario brend. Avval sotilgan bahasi 4 million 800 ham sotganmiz. 4 million 900 ham sotganmiz. Hozir sizlar obunachilaringiz uchun bahosini 4 million so'mga tushiramiz. 4 million so'mga tushiramiz. Atiski barabani bor, 515 funksiyasi bor, 530 funksiyasi bor, inverter motor, barabanlari keng ishlangan. Endi qarang o'ktama 4 million so'mga xarid etdi. Kelib turib bizlardan. Keng. Sizlar bir Unabida ekonomika bo'ladi. Bir dana duxovkasi 32 litrlik, bir dana avtomat shvabrasi, bir dana plishosi, sifat yaxshisidan bozorda yetar narxi 1 million so'm. Bir dana parovoy dazmoli, bozorda narxi 800 ming so'm, kattasi bo'ladi. Bundan tashqari bir topasi, termoxoti, bir dana chopperi, bir dana kirmashinning oyoqi. Endi qarang, sizni kanalingizni aytib kelib, 34 yildan ko'rib keldim deydigan bo'lsa, bir dana sushilgasi o'ktama. Asadbek seni ko'rib like bosdim, do'stlarga jo'natdim deydigan bo'lsa, bir dana Gladini doskasi ichida bo'ladi. Hammasini qo'shib beramiz. Hammasini ichida qo'shib beramiz. Dastavki uстановки O'zbekiston Qoraqalpog'iston bo'yicha besplatniy, xudo xolasa. Endi bularni aslida Damoz ham kesib turibdi. Damoz uchun biletdan bo'ladi. Undan oxirida, video oxirida aytamiz, Damoz uchun biletimiz, undan tashqari 60 dana bitoy texnika qo'yib turibmiz. Buni o'tish uchun ham bir dana biletingizni yozib beramiz, xudo xolasa. Bir maishiy texnikangiz. Endi qarang, o'ktama, men uyimda bu narsalarim bor uka. Bana bir dana sifat yaxshisidan televizor kerak deydigan bo'lsa, qarang. Bozorda sotilib turgan 3,5 million so'mlik bir dana 43lik televizori 3,5 million so'm. Bir dana kranштейni. Agar videoni ko'rib turib like bosdim, Asadbek seni ko'rib keldim deydigan bo'lsa, bozorda sotilib turgan 1 million so'mlik kolonkasi ichida ketdi. 4,5 million so'mlik padar qo'shib berasiz. 4,5 million so'm, 4 million oladi. Bir dana qarang, televizori, bir dana kolonkasi, kranштейni 4,5 million so'mga ichida bo'ladi. Tekina qo'shib beradi. Qaysi birini olsalar? Qaysi birini olsam ichida qo'shib beramiz. Inverter motordagi. Endi o'ktama qarang. Men qiz chiqaraturman. Menga bu avtomat shvabran kerakmidi? Bu tapan kerakmidi? Chopperin kerakmidi? Menga seplik degan uchun seplik ham taqlab qo'yganmiz. Yana bir variant. Vibur bor. Vibur bor. Qarang. Bizdan kelib turib, ebida
4 milyon so'mga xarid etsam, qarang, yanında bir dana 32lik televizorni qo'shib beramiz. 32lik televizor. Bir dana duxovkasi, bir dana sifat yaxshisidan termoxoti, bir dana plishosi sifat yaxshisidan. Endi kir mashina uchun garderobi. Hozir sepa kerak bo'lgan eng o'zlarimiz o'ylagan holatda eng kerakli bo'lgan vaziyatlar ichida hammasini ichida. Endi qarang, xohlasa 4,5 million 4 million so'mga Ario brend 6 kilolik bo'ladi. Yo'q uka, men 6 kilolik emas. Menga 8 kilolik kerak deganlar uchun bahası oldin 5 milyon 200, 5 milyon 800 ham sotilgan. Hozirda chegirmada 4 milyon 800 mingga sotib turardik. Endi US4 yil kanali uchun faqat 5 kunlik aksiya bo'ladi. Bahasini 4,5 million so'mga tushiramiz. 4,5 million so'mga tushiramiz. 8 kilolik DC inverter bo'ladi. Atiski barabarlari bor. Bistro 15, Bistro 30 funksiyalari qo'shilgan. Bahasini 4,5 million so'mga xarid etasizlar. Uyda ko'rgan sovg'alarni Liboyni xarid içinde qo'shib beramiz. Padarga shundaylar. Avtomat kirmachilarimiz Vibro ko'p. Xohlasa Zifler brendi bor, Sevintage brendi bor, LG brendlari bor. Xohlagan bir avtomat kirmachini xarid etadi. Yanında sovg'asi mutlaka tekinga bo'ladi. Dastavka ustunovchilar tekinga bo'ladi. Shu televizorlar o'tmasdan gaz plitalarni shuni aytib Gaz plitalar. Endi gaz plitalarimiz o'ktama oldin sotilgan bahasi Ferre kompaniyaniki bo'ladi. 2 milyon 500 ming so'm sotganmiz o'zi. Sezon vaqtida. Hozirda kelib turib bizdan 2 milyon so'mga xarid etsa bo'ladi. 2 milyon so'mga. İdeal firmaniki bo'ladi, usti shishasiz bo'ladi. Oldin sotilgan bahasi 2 milyon 800 ming so'm, hozirda kelib turib 2 milyon 200 ming so'mdan xarid etadi. İdeal firmanın üstü şişeli, turbo komfortli, sifati yaxshi, üstü sim varianti 3 milyon so'm sotilgan, hozir kelib turib 2,5 milyon so'mdan xarid etsa bo'ladi. Endi bir qator tushuntiradigan bo'lsam, 2 milyon so'mdan 4 milliongacha ichida har xil vibralari bor. Endi hozir siz bilan bir qator hammasini vibratsiya chiqamiz desak, baholarni aytib chiqamiz desak, video cho'zilib ketadi, az zerikarli bo'lib qoladi video. Shuning uchun qisqa bo'lsin, nafatli bo'lsin. Konsultatsiya o'zlarimiz qo'ldan kelgancha konsultatsiya berib, yaxshisini tavsiya beramiz. Endi qarang, sovg'asina keladigan bo'lsak, hala 2 millionlikini olsin, hala 2 milyon 200likini olsin, hala 2,5 millionlikini olsin, hala 4 millionlikini olsin. Yanında bir dana vitichkasi, remote ichida tekinga shunday beriladi. Endi qarang, men uyimda bunday vitichkam bor edi. Menga boshqadir podarkim yo'qmi deganlar uchun qarang, 13 personli pichoq nabori sifat yaxshisidan bir dana katta topasi ichidan ko'rsangiz bo'ladi. Ham qozon ham topa polni palov pishirib beradilar. Undan tashqari 3 dana kastrol nabori, bir dana sifati yaxshisidan xushdek choyniki, keyik qalin turidan. Hala 2 milyon alsın, 2 milyon 200 alsın, 2,5 milyon alsın. İçinde tekine bo'ladi. Shunday beriladi bu. Shunday bo'ladi. Dastavka ustunovchi ichida bo'ladi. Endi undan tashqari bir dana damoz uchun bilet ham yozib beriladi. Endi duxovkalar ham har xil vibro bor. Gelip durup, bulardan so'rab turib, bemalol arzon narxda xarid etsanglar bo'ladi. Hamma yerini ko'rib, so'rab solishtirib, gelsanglar, shu ko'rgan yerlaringdan ham arzon etib bersa harakat etamiz. Endi avtomat kirmachinadan bir qator aytdik, yana o'tdama endi video cho'zilmasligi uchun tez-tez olib turibmiz. Avtomat kirmachinaning vibrlari ko'p o'tdama. Premier kompaniyasiniki bor, Loretto'niki bor, Aisha brendlari bor, tozagan Zifler brendlari bor, LG har xil turdagi avtomat kirmachinamiz bor. Qo'lda kelgancha assortimentni hozir bomba etib qo'yamiz. 5 kilodan 12 kilogacha bor. 5 kilodan 12 kilogacha bor. Endi televizorlarga keladigan bo'lsak, o'tdama televizorlarni 32lik televizorlarni endi ko'p video chiqaribsiz. Ko'p do'konchi 32lik televizorning sovg'asini kelgan vaqtida aytmay ketadi. Xudo xolasa US4 yil kanali uchun, sizni obunachilaringiz uchun bugun 32lik televizorlar ham sovg'a qo'yib beramiz. Sovg'a qo'yib beriladi. Sovg'a qo'yib beriladi. Endi qarang, 32lik televizorlarimizni o'zi boshlanish narxi 1,5 million so'mdan boshlanadi. Sababi bu yerda ekran zashtali sifati yaxshilarini aytib qo'yibmiz. Sifat yaxshilarini. Endi kelib turib bizdan 1,5 million so'mga xarid etadigan bo'lsam, 32lik televizorni yanında bir dana mont qozoni bozorda sotilib turgan bahasi 350 ming so'm. Bir dana quyosh pechkasini bersak. Endi videoni ko'rib, like bosdim, senin kanalına abone olup geldim degan adamlar için bir tane sifat yaxshisidan kolonkasi içinde bo'ladi. 32lik televizora 3 tane padarki. Endi bozordagi narxi общийini hisoblaganda 1 million so'm deb oladigan bo'lsak, 1,5 million so'mga televizorni olsam, televizorimiz 500 ming so'mga tushib qoladi. Endi qarang, shu yerda qiziqinda boring yana ketdi, bir dana kranshten ham ichida ketdi. Shunday berasan buni. Shunday beramiz. Endi men 43 ga olaman bo'lsam, endi 43 ga olaman degan bo'lsam, 43'liklarimizni boshlanish bahasi og'a 2 million 200 ming so'mdan boshlanadi o'zi. 2 million 200 dan boshlanadi. 2 million 200 dan qarang. Elita firmaniki bo'ladi. Oldin bahasi qarang, Monix'ni bahası 3 milyon 300 ham sotganmiz, 3 milyon ham sotganmiz. Endi bu sifati yaxshi markasi. Bahasini 2 milyon 800 mingga tushiramiz. 2 milyon 800. Keyin ina bu yerda Sava brendi bo'ladi, bahasini 2 milyon 600 mingga tushiramiz.
Endi 2200 dan 4 milliongacha televizorlarimiz bo'ladi, har xil turdagi markasi. Endi kelib turib bizdan 43 dyumdagi televizorni xarid etadigan bo'lsa, ya'ni kolonkasini kichkinasini qo'yaylik, kichik televizor. Endi kattasini qo'yib beraman siz obunachilaringiz uchun. Katta kolonka. Undan tashqari bir topasini olsa, katta topadan, bir dana mantkazani, bir dana kamenni pechini olsa, sifati yaxshisinlar. Bir dana chopperini olsa, bir dana mashinkasini olsa. Meni bo'yim o'ktama 1.87. Görüp dur spadarkini balandligini. Barıngina içinde siz obunachilar uchun bir dana crunch deganam ketdi. Getdi. 2200. Hammasini qo'shib berasiz shu. Hammasini mutlaka tegina bo'ladi, ichinde qo'shib beramiz o'ktama. Siz obunachilaringiz uchun. Endi qarang o'ktama, bizdan 50, 55, 65 dyumdagi televizorlarni xarid etadigan bo'lsa, endi kichkina televizorni padarkilarini gördünüz. Endi 1.10 dyumdagi televizorning padarkilarini gördünüz. Endi 50, 55, 65 dyumdagi televizorlar uchun siz obunachilar uchun bomba sovg'alarni qo'yib beraman. Bu sovg'a bilan cheklanib qolinmiz. Sababi qarang, baholarni aytib o'tib ketaman. 50 dyumdagi Royson firmasi Webos programmada ishlaydi. Sifati yaxshi, oldin bahasi 4,5 million so'm bor. Hozirda siz obunachilar uchun bahasini 3,5 million so'mga tushiramiz. 3,5 million so'm. Royson Skyward firmaniki bo'ladi. Sifati yaxshi, ekran zashtali, kачествоsi zo'r. Bahasi 6 million so'm bor. Siz obunachilaringiz uchun 4 million 400 ming so'mga tushiramiz. Endi 3,5 milliondan boshlaydi. 5,5 milliondan markalari bo'ladi, har xil markalar. Endi qarang, 55likdan bir baholarni aytib kedik. Boshlanish bahasi 4 million so'mdan boshlanadi. 4 million so'mdan 6 million 600 degan variantlar bo'ladi. Rosso firmaniki internetga giradon sifati yaxshi modeli, bahasi 4 million so'm. O'zi oldim 4 million 500, 4 million 800 atganmiz, 4 million so'mga tushirganmiz bahasini. Endi kelib turib, xolasa 3,5 millionlikini olsin, xolasa 4 millionlikini olsin, ichindagi podarkasini e'tibor bering. Qarang, bir dana sifati yaxshisidan duxovkasi, bir dana kamenni pechini bersak, qarang, o'ktama. Endi kolonka 32likda gördünüz, sal kichikdi, keyin 43likda kattaydi. Endi 50, 55, 65 dyumdagi televizorlarda katta. Bozorda satılıp duran bahası 1 milyon so'm satılıp duran kolonkasi içinde bo'ladi. Qarang, kolonkasi, undan tashqari bir dana topasi, plisosi, chopperi, xushtak chaynigi, mashinkasi, boringina getdi crunch degan içinde bo'ladi. Dastavki uстановкасы mutlaka bepul bo'ladi, o'ktama. Undan tashqari damoz uchun biletlaringizni ham yozib beramiz. Bilet fotoğraflarni hammasini qo'shib berasiz. Hammasini qo'shib beramiz, o'ktama. 3,5 millionlik nazın, 4 millionlik nazın, hala 5,5 millionlik nazın. Birinchi to'lagan vaqtida siz podarka emas, televizorning sifatini pul to'laydi odamlar. Shuni tushunib olish kerak-da. Endi bizatini shuna e'tibor beringlar. Do'stlar, ilk qo'shib bergan podarkalar ham dilsiz garantiya berib, hammasini pechatlarini bosib, podarkalaridan masalan garantiyalarni yozib beramiz. Garantiyasiz bo'lmaydi. Endi bir qator keladigan bo'lsak, xolodilniklarga keladigan bo'lsak, o'ktama xolodilniklarimizni kichikdan boshlaymiz, kattadan boshlaymiz. Kichkinalar bu yoqda yana o'ktama. Endi kichkina xolodilnikdan boshlaydigan bo'lsak, qarang, Royson firmaniki, sifati yaxshi, kачествоsi zo'r modeli. Oldin sotilgan bahasi 3 million 800 ming so'm sotilgan. Hozirda siz obunachilar uchun 1 million so'm skidka etamiz. Bahasini 2 million 800 ming so'mga tushiramiz. 2 million 800 ming so'm. Keyin qarang, Zifler brendi. Bu ham bilasiz, miroviy brend hisoblanadi. Har turli maishiy texnikalari bor bozorda. Bahasi 3,5 million so'm bor. Siz obunachilar uchun bahasini 3 million so'mga tushiramiz. Buni 3 million so'm. Endi Premierni oladigan bo'lsak, Premierni bahasi oldin 3 million 900 ming so'm bor, 1 million so'm skidka etib turib, bahasini 2 million 900 ming so'mga tushiramiz. Endi istalgan bir turdagi bizdan kelib turib, kichkina xonadonning xarid etadigan bo'lsa, yonida qarang, o'ktama duxovkasini qo'yib beraymi, mikrovolnovkasini qo'yib beraymi? Qaysi ma'qul odamlar? Mikro Vibur qo'yaylik. Viburdan yo'q, qarang. Bir dana mikrovolnovka afzalmi, hozir sezon vaqtida yo duxovkami? Mikrovolnovka qo'yaylik. Qarang, siz obunachilaringiz uchun do'stlarga jo'natsa shu videoni, like bassa, Asadbek seni ko'rib keldim desa, ikkisi ham ichida tekina bo'ladi. İkisini ham qo'shib berasiz. İkisini ham qarang. Geldi 2 milyon 800 ming so'm xolodilnik xarid etdi. Bozorda sotilib turgan bahasi 1,5 million so'm, sifati yaxshisidan bir dana duxovkasi 32 litrik 800 ming so'm. Endi hisob kitob aytib ko'ringlar, kommentariy yozsa xolodilnikcha so'mga tushib qoldi. Ichida bo'ladi. Молодец, o'zi bir tanasini qo'shib berib turiblar, sen ikkidan deb. Ikki narsani qo'shib berdi. Shtrafnoy deding-ku? Shtrafnoy dedim-ku, gap isboti bilan. Kattaroqini olsam bundan qo'shib. Endi qarang, o'ktama katta xolodilniklarga keladigan bo'lsa, katta xolodilniklarimiz qarang, Shivaki brendi. Oldin sotilgan bahasi 6,5 million ham sotilgan, 6 million so'm ham sotilgan. Hozir siz obunachilaringiz uchun bahasini 5 million 300 ming so'mga tushirib beraman. 5 million 300 ming so'm. Endi Brusa brendi,
İndi köp katta atalarımız, analarımız biladi bu firmanı, rossiyski firma, sifati yaxşı, kачествоsi zo'r. 6,5 million so'm sotilgan, 1 million so'm skidga turib 5,5 million so'mga tushirib beraman. 5,5 million so'm. 5,5 million so'm. Endi qarang, воздушный, endi hozir men defrost variantlarini ko'rsatdim, ko'plar endi воздушный холодильник so'raydi, katta холодильnikdan bilan bir qator tushuntirib, aytib o'tib ketik. Baribir odamlar musofirdan ko'radi, narxi qiziq odamlar. Narxi qiziq, qarang. Oldin bahasi 7 million 800 ham sotilgan, 8 million ham sotilgan. Kaptallar EcoKo'jan no frost sistemada ishlaydigan холодильникimiz Ferri kompaniyaniki. Bahası 7 million 600 ming so'm, eng so'nggi sotgan bahamiz 1 million so'm chegirma tamandan bahasini 6 million 600 ming so'mga tushirib beraman. 6 million 600 ming so'm. Endi qarang, o'tdama qiziq yeri. Bizadan kelib turib istalgan bir turdagi 5 milliondan dapada холодильник xarid etadi, yanında sovg'asini e'tibor bering. Bir dana avtomat kirmashin 8 kilolik e'tibor berasiz. Bistro 15, Bistro 30 funksiyalari qo'shilgan inverter motordagi atiski barabani va mutlaka tekina bo'ladi. 8 kilolik avtomat kirmashin. 8 kiloligini. 8 kilolik. Kelib turib 5,5 million xarid etam, 5 million 300 xarid etam, 6,5 million xarid etammi? Top 10 million alin. Холодильникlarimiz viborlari bor. Halayan birisini xarid etsin, katta bir dana avtomat kirmashin ichida tekina bo'ladi. Dastavka uстановкалari ichida bo'ladi, xudo xohlasa. Undan tashqari o'tdama har bir xarid uchun bir dana bilet yozib beramiz. Damash uchish imkoniyatidan beramiz, xudo xohlasa. Avtomat kirmashin qo'shib beradi 8 kiloligini. İlk qo'shib beradan Padarkilarni ham garantiya yozgan holatda pechat bosib, uyina dastavka uстановкаларni ishlatib beramiz. Endi konditsionerlarga keldik. Konditsionerlar endi hozirda eng kerakli sifati yaxshilaridan zo'rlardan taqlab etkab qo'yibmiz. O'tdama 12lik, 18lik, 24lik har xil turdagi markalari bor, turlari bor. Endi kelib turib o'tdama qarang, qiziq yerine qarang. Bizadan kelib turib istalgan bir turdagi konditsioner, inverter motordagi konditsionerni xarid etasiz. Yanında qarang, endi narxlarni ko'p odam yozadidan kommentariyada, endi o'zlarimiz ham o'qiymiz-da o'tdama. Birovlar aytadi, faqat dedi arzonni misol aytib ko'rsatib beradilar. Yo'q, bugun videoni o'zgartiramiz. Sifati yaxshisidan qarang. Bozorda Citronic firmani oldin sotilgan bahasi e'tibor berasiz. Full DC inverter bo'ladi. Sotilgan bahasini 6 million 900 sotib o'tirgan yillar ham bor, 7 million sotib o'tirgan yillar ham bor. Bahasini o'tdama 6 million 200 ming so'mga tushirib beraman. 6 million 200 ga tushirib beraman. Endi qarang, qiziq yeri. Sovg'asini e'tibor berib turing, qarang. Bir dana 32lik televizori, bir dana sifat yaxshisidan duxovkasi, pilisosi, mikrovolnovkasi içinde, dastavka uстановкасы içinde bo'ladi o'tdama. Endi qarang, bu narsalarni men uyimda bor, zal joyima qurdim, konditsionerni. Endi men zal joyima bir dana televizor kerak degan odamlar uchun bir dana 1.30 dyumdalik televizori içinde bo'ladi. 50lik televizor o'tdama, 50lik. 6 million 200 ming so'm xarid etsin, Citronic firmani. Endi ko'p odam biladi bu kompaniyani chiqligini. 6 million 200 ga xarid etsam, ichida bo'ladi. Endi narxlarına keladigan bo'lsak, narxlari o'tdama 4,5 milliondan boshlanadi. 4,5 million so'm. 4,5 million so'm. Ario brendi sifati zo'r, kачествоsi yaxshi, DC inverter bo'ladi, tellari bo'ladi. 5 million 800 ming so'm sotilgan, 5 million 200 ming so'mga tushirganmiz bahasini. Endi qarang, bir qator ko'rsatib o'tib ketik, viborlarni Aux firmalari ham bor. Artel firmalari ham bor, Avalon firmalari ham bor, Rolls firmalari ham bor. Har xil turdagi konditsionerlar bor. Endi 18likni baholarına keladigan bo'lsak, o'tdama 18lik turlari qarang. O'zi oldin sotilgan bahasi 6 million 800 ming so'm bo'lgan. Hozirda siz obunachilar uchun bahasini 6 million 600 ming so'mga tushirib beramiz. Artel firmani 18ligini. Shivaki brendi bo'ladi. Shivaki brendi ham zo'r, kачествоsi zo'r. Bahasi, sotilgan bahasi 7 million 800, 8 million ham sotilgan. Siz obunachilar uchun bahasini 7 million so'mga tushirib beramiz. Shivaki brendini. 18lik razmerlari. Endi bir qator aytadigan bo'lsak, o'tdama 12lik konditsionerlarimiz bahası 4,5 million so'mdan boshlaydi, 7 milliongacha bo'ladi. Hozir men endi misol aytib turib, Citronic'ni ko'rsatdim-ku, Citronic'dan ham yaxshi konditsionerlar bor, sifat yaxshilari. Har xil turdagi bor, kelib turib, qo'ldan kelgancha o'zlarimizdan konsultatsiya so'rasa, kvadrat metrini aytsa, qo'lda kelgancha yaxshisini tavsiya beramiz. Endi shunda 5 kun amal etaman shu. Qarang, aksiyamiz video chiqqan kundan boshlab faqat 5 kun amal etadi. 5 kun. Ulgurib qolinglar.
bu aksiyalarımız fakat sizi obunachilarınız uchun xalqni o'ylagan holatda qo'yilib turibdi ikkitama. Foydalanib qoladi on yeri. Dastavka ustunovki shunda. Dastavka ustunovki içinde bo'ladi. To'lov masalasi nechik bo'ladi? To'lov masalasi hozircha faqat naqd pulda bo'ladi. Sababi endi ko'p odam chiqarib turibdi, bir pasportni o'zini ham ichindagi sovg'alar yo'q, bunday emas. Endi xalqni masalan olamiz, to'g'ri aytamiz, kelib turib naqd pula to'lov etsalar, ichindagi sovg'alarni qo'shib beramiz. Agar muddatli to'lov bo'ladigan bo'lsa, faqat o'zini pulini 6 oy foizsiz to'laydilar. Foizsiz. Endi plisoslarımızdan vibrlar ko'p, ikkitama. Undan tashqari implita, bir yandan vitichkalar, hozir do'konni bir qator obzor etamiz desak, video ko'payib ketadi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha videoni endi hozir chiqqandan keyin o'tirmasdan ko'ringlar, xudo xohlasa, manfaatli bo'lgan videolarni qo'yib berdik. Mesela qo'yib bergan aksiyalarga rozi bo'lasan, sen bilan yaxshilikda ko'rsak. Do'stlar, biz ham shu videoni yakunlaymiz. Videomizni yoqqanimizda ko'proq like bilan qo'llab-quvvatlanak. Keyingi videolarda görüşünce sog' bo'linglar, sog'lig'ingizga yetkazgan ho'ranglar, rozi bo'linglar.